Assalomu alaykum. Barakal dasturxon kanaliga xush kelibsiz. Azizlar, sizlar bilan yana uchrashib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan birgalikda kadi barak pishiramiz. Biz Xorazmda qovoqni kadi deb aytadi. Qovoqni bo'laklarga bo'lib, yaxshilab tozalab, manti qozonda pishirib olamiz. Va u soviguncha xamirimizni qorib olamiz. Idishga tuz, suv, tuxum, un solib, uncha qattiq bo'lmagan xamir qorib olamiz. Mana xamirimiz o'rtacha qattiqlikda bo'ldi. Endi uni bir 10 daqiqa meshobga o'rab olamiz va qaytadan mushlab 3 ta zivalacha qilib olib chekkaga olib qo'yamiz. Mana yaxshilab mushlab zivala qilib olamiz va damiga qo'yamiz. Zivalalarimiz damini olguncha mana kadilarimiz yumshoq joyini qoshiq bilan ajratib olamiz va yaxshilab ezib olamiz. Qovoq inson organizmi uchun juda foydali hisoblanadi. Ko'p iste'mol qilib turish juda foydali. Ana endi sariyog' qo'shib olamiz. Va 4 ta tuxumga tuz qo'shib yaxshilab eritib olamiz. Xohishga qarab bittami, ikkitami, 4 tami, 5 tami tuxum qo'shishingiz mumkin, o'zingiz xohishingiz. Mana yaxshilab aralashtirib oldik. Endi nachinkamizni bir chekkaga olib qo'yib, xamirimizni yoyib olamiz. Azizlar, agar sizlar kanalimizda birinchi bo'lsangizlar, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Roliklarimiz yanada ko'proq aylanishi uchun esa like tugmachasini bosishingizni juda ham xohlardim. Xamirimizni aylantirib yaxshilab yupqa qilib yoyib olamiz.
Mana endi xamirimizni choynak qopqog'i kattaligida choynak qopqog'i bilan kesib olamiz. Mana bittalab kesib oldik. Keyin ularni bukib chiqamiz. Kadibarak juda mazali bo'ladi. Hamma insonlarga yoqadi. Kesilgan xamirlarimizni hammasini chiroyli qilib ichiga nachinka solib bukib taxtachaga terib olamiz. Buni siz oldindan tayyorlab bukib morozinlikda saqlasangiz ham bo'ladi. Qotganidan keyin salofan meshoklarga solib qo'ysangiz, xohlagan paytingizda pishirishingiz mumkin. Mana suvimiz ham qaynab qolibdi. Endi unga tuz solib bayraklarni solib olamiz. Bayraklarni suv mana shunday turganida solish kerak. Qattiq qaynab turganida emas. Xamir yorilib ketishi mumkin. Qaynashdan bir to'xtab olganda aralashtirgan paytda, o'sha paytda mana bukilgan bayraklarni solsangiz, bittasi ham yorilmaydi. Bu ham juda mazali ovqat. Siz ham albatta pishirib ko'ring. Mana tayyor bo'lgan bayraklarni sovuq suvga solib olib, keyin 1-2 qoshiq sariyog' solib aralashtirib olamiz va chiroyli qilib dasturxonga tortsak ham bo'ladi. Endi mana sizlarga yoqimli ishtaha tilab, yana uchrashguncha deb qolaman. Hamisha sog' salomat bo'linglar.